O'tgan yili O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda davlatimiz rahbari tomonidan Bo'zatuv yoshlar ovozi tanlov g'oliblarini tajriba almashish maqsadida xorijiy mamlakatlarga yuborish vazifasi berilgan edi. Mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 19-22 may kunlari tanlovning 2022-yilgi g'oliblari uchun Italiyaga safar uyushtirildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Safar davomida ishtirokchilar nafaqat boy madaniy meros bilan tanishib tajriba almashishdi, balki ular ishtirokida Italiyaning Pesaro shahrida O'zbekiston madaniyati kunlari va uning do'stlari mavzusida O'zbekiston madaniy merosi loyihasi taqdimoti ham o'tkazildi. Ta'kidlash lozim, mazkur loyihadan maqsad adabiyot, san'at, fan, kommunikatsiya yo'nalishlarida faoliyat yurituvchilar, shuningdek mualliflar, rassomlar, jurnalistlar, olimlar, musiqachilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik o'rnatish, shu bilan birga madaniyat va san'atning turli yo'nalishlarida iqtidorli va ijodkor yoshlarning qobiliyatlarini namoyish etishdan iborat. Tashrif davomida Italiyaning mashhur xonandalari va sozandalari tomonidan mahorat darslari, italyan va o'zbek xonandalari va talabalari ishtirokida konsert dasturi tashkil etildi. Shuningdek, opera konsertlari, milliy folklor spektakli va tarixiy qadamjolarga tashriflar amalga oshirildi. Bo'zatuv yoshlar ovozi tanlovining g'oliblari Italiyada o'z chiqishlari bilan ishtirok etib, o'zbek san'atini, madaniyatini iqtidorli yoshlar orqali yana bir karra dunyoga tarannum etdi.